Hammaga salom azizlar. Agarda sizlarga Instagramda podpiska kerak bo'lsa, men aytgan shartlarni bajarsalaringiz sizlarga podpiska albatta bo'ladi. Mening profilimga o'tasizlar. Profilimga o'tgandan keyin menga follow tugmasini bosasizlar. Bosgandan keyin eng oxirgi videomga kirasizlar. Like va komment yozasizlar. Обязательно komment yozish kerak. Böyle chiqasizlar va bu videoni maksimum 5 tadan 10 tagacha do'stingizga yuborasizlar. Mana yuborganlaringizdan keyin bu yerdan chiqasizlar. Chiqqandan keyin meni obuna bo'lgan insonlarning taxminan 5 ta yoki 10 tasiga obuna bo'lasizlar. Follow tugmasini bosasizlar. Follow tugmasini bosgandan keyin bu yerdan chiqasizlar va mana storyimga kirib reaksiya qoldirasizlar. Bu juda ham muhim narsa. Endi Instagramdan chiqib ketamiz to'liq va Instagram qaytib kirganda rezultatni ko'rasiz.